depti. Men aytdim telefonda kechirasiz dedim, men olib kelib bera olmayman dedim. Sizga o'sha sigaretni olib kelib bera olmayman. Nimaga? Gunohga sherik bo'lishimiz kerak bo'lyapti-da. Masalan, aroq masalasida ichuvchisiga u aniq, tashuvchisi, ishlab chiqaruvchisi, sotuvchisi biz ichmaymiz u qayerdaligini aytamiz deyuvchisi, variantga beruvchisi, olib kelib beruvchisi deganda 7 ta odamga la'nat aytilgan. Aroqda, aroqning haromligi bilan sigaretning haromligi barobar emas. Aroq juda yomon. Shu gapni aytmoqchi bo'ldimda, telefonda aytmayman dedim. Nimaga dedi? Endi shef, boshchi, puli ko'p. Darrov yoniga keldim. $200 oylik beradi, birodarlar. O'ylab ko'ring, $200 oylik. O'zi biz talabalikda $50 olamiz. U $200 beradi. Qayerdasiz desam, o'sha biz o'zimiz ofisimizdamiz dedi. Ofisga bordimda, kechirasiz dedim, men sigaret olib kelib bera olmayman dedim. Sizga men sigaret olib kelib bera olmayman. Nimaga dedi? Nima sababdan dedi? Meni e'tiqodimda sigaret chekishlik harom. Sizning e'tiqodingizdan meni xabarim yo'q. Ya'ni ba'zi bir odamlar men shu masalada gaplashsangiz ham mubohu boshqa deyish mumkin. Mayli halol deb yozib olsa ham mayli. Sigaret ustiga zamzam deb yozib olsa ham mayli. Ajva chekyapman deb yozib olsa ham mayli. Xurmoni eng go'zali. Menga farqi yo'q-da. Bu kishim nima deydilar, o'zlari biladilar. Bizni e'tiqodimizda sigaret harom. Harom narsaga men siz bilan sherik bo'lmayman. Agar kechirasiz, mana mashinani kaliti olib kelib ber deb majburlasangiz, men ishni to'xtataman, ishlamay qo'yaveraman dedi. Desam, qani bu yoqqa o'tiring dedi. Mana o'tiring bu yoqqa. Meni yonimda mana uncha edingiz dedi. Endi mancha bo'ldingiz dedi. Obro'yingiz ko'tarildi dedi. Shu kitob bilan teng, birodarlar, mubolag'a bo'lmasa, Misrning pulini qadr biladida. Yarim kilo, 1 kilo, 2 kilo pul beradi menga. Bu odam. Shunday ishonchga kirib ketdim-da. Shu pullarni men hech kimga ishonmayman dedi. Endi pulni sizga ishonib beraman dedi. Mashinani bu yerga tashlab qo'yib, men nimada ketishim kerak? O'zimiz yashaydigan joyimizga marshutkaga chiqib, ikkinchisiga chiqib uyimga borishim kerak. Mashinani o'zingiz minib yuravering dedi. Qachon, qayerga minib borish kerak, billa borishimiz kerak bo'lsa chaqiramiz. Ba'zan dedi, u tushunib yetdi. Haligi Umar roziyallohu anhuning savolini bir nima degan qo'yishgan ekan, "Shtog'ide, когда" degan savolga. Bir shamni yoqib qo'yib, keyin ikkinchisini o'chirib yoqib qo'yib degan masalani bilasizlar. Aytdiki, ba'zan dedi, uydagilarni olib, ayolingni olib, bir joylarga aylanib turib, o'ynagani borsanglar ham mayli. Mana men ruxsat beraman. Bemalol yuravering dedi. Ungacha meni avval juda sinab ko'rdi. O'sha kuni oylikni ko'tarib qo'ydi, birodarlar. Oylikni ham ko'tarib qo'ydi. Mashinani ham berib qo'ydi. Qadr qimmatni ko'tardi-da, omonatlarni hammasini menga topshiradigan bo'ldi. Men qo'rqaman buncha puldan, tug'ilganida birinchi marta ko'ryapman buncha pulni. Oxirgisi bo'lib qolmasin. Desam, yo'q, turaveradi, hijolat bo'lmang deb o'sha pachkada pulni berib qo'yadi. So'ngra Qohirada yursangiz butun chiroyli butun mashinalar ko'rmaysiz-da. Yo oldidan urilgan, yo yonboshdan, yo orqasidan urilgan. 3 marta urib oldim shu mashinasini. To'g'ri urib ketishdi. Bir safar bu yog'idan, bir safar bu yog'idan, yana bir safar sekin borib o'rtada tursam, orqadagi odam to'xtay olmadi. 5-6 ta mashina men o'rtasida qolib ketdim. Mashinaning oldi ham urilgan, orqasi ham urilgan. O'sha joydan turib telefon qilaman u egasiga. Mashinani yana urib ketishdi. Bitta gapimga ishonadi. Mayli, senda ayb yo'q ekan, hijolat bo'lma. To'g'rilab qo'yamiz dedi. Yangi mashina, $20,000 mashina. Hijolat bo'lmang, to'g'rilab qo'yamiz dedi. Mashinani men urib ketaman. U kishi o'zi to'g'rilab qo'yadi. Imtihon boshlandi. Men aytdim, o'zi 2 oy yo 3 oyga kelganman deb, imtihon tugagandan keyin kelaman deb zo'rga ruxsat so'rab ketdim. Imtihon tugagandan keyin mubolag'a yo'q so'zlarimizda inshaalloh, birodarlar. 50 martadan oshiq telefon qilib uyimga keldi. Sen ishlab berishing kerak. Yo'q, vaqtim yo'q, o'qishga kelganman, ishga kelmaganman. Ozgina pul kerakligidan 2 oy ishladim, xolos. Vaqtim yo'q. Oyligingiz ko'tarib beramiz, bunday qilib beramiz, bunday qilib beramiz. Bu katta shey odam uyimizga keladi, talaban dasturxonni solinib olinaveradi. Dasturxonda bir narsa ham bo'lib nima deydi, haligi axlatlar ham bo'ladi. Chunki bu dasturxon yeyilgan narsa o'zi bo'lmaydi-da. Bir ikkita narsa bo'ladi. Sizda chaqmaysiz, onalaymaysiz, boshqa qilmaysiz. Dasturxon solmay choy ichsa bo'laveradi talaba. U keladi, men uni kelishiga yana tayyorgarlik ko'rib dasturxon solaman. Nima bo'ldi? O'ylab ko'rdingmi? Ishlaysanmi? Sen ishlamasang bo'lmaydi, lekin ishlamadik u odamlar. Aytmoqchi bo'lganimiz,
ota-onaga chiroyli gaplarga dada hazillashmang deydi. Hayır, hazillashmang. Yaxshi yo'lni topaylik, ko'rdingizmi? Sigaret olib kelish harom degan. Mana siz o'zi demaylik. Chiroyli yo'lni aytaylik, tamam. Har xil holatdan chiqib ketishni o'zining yo'li bor. Ya bizda darhol qo'pollik, qattiqlik ishlaydi. Oyatda bunday degan bechora ota oyatni bilmaydi. Hadisda bunday degan bilmaydi. Benamozni hukm nima desa nima deydi? Qo'lidan yetaklab masjidga olib borishing deydi. Kofirmi, kofir emasmi bu yerga o'tmaydi. Benamozni hukmi siz uni namoz o'qishni o'rgatishingiz bo'ladi. Tamam. Sen do'zaxsan, sen fosiqsan, sen ahmoqsan, sen noto'g'risan deyishga biz qaytarib olganmiz. Sigaretga buyurayotgan bo'lsa, juda chiroyli yo'lini topadi agar ko'nglida ixlos bo'lsa shu odam. O'zi topa oladi, otasini qaysi joyda nima yaxshi ko'rishini biladi. Yaxshi yo'lini topmasin bo'ldi. Biz hukm deya olmaylik-da. Keyin qanday qilamiz degan so'zga bora olmaylik-da. Yo'lini topaylik birodarlar. Iymon bo'lsa imkon bo'ladi. Iymon bo'lsa imkon bo'ladi inshaalloh.